Assalomu alaykum, Jobirxon darvozalari YouTube kanali a'zolari. Navbatdagi obyektimiz Toshkent viloyati Yangihayot tumani bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bu xonadonimizga bitta katta garaj eshigi, ikki kichkina kalitkasi alohida 3 ta porchkasi bilan qo'yib berganmiz. Marhamat, afzal qilib beramiz. Okalar, mana ko'rib turganingizdek, bu darvozamiz ham shu taraf fason darvoza, juda ko'pchilikka ma'qul kelayotgan, qiziqish bildirayotgan darvozalarimiz. Full variantda tayyorlangan. Okalar, bittadan like ayamaysizlar, bittadan like bosib qo'yinglar videoni shu joyida. Xursand bo'lib qolamiz. Mana darvozamizni eniga 3 yillik, bo'yiga 3 metrlik razmerda qilganmiz. Garaj sifatida tashqariga ochiladigan darvozamiz. Brusakis listlarda taylar shvillar, yonlar qismlariga 8 ga 8 profildan foydalanganmiz. Qalin 2,5 stenkaligidan. Sababi joydan ekonom qilish maqsadida darvozamiz ensiz bo'lgani hisobiga. Darvozamizni mana ko'rib turibsiz, kraskalar juda nejniy chiqqan choklari, ishlarimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, aka, shu joyga ko'rib qo'ydingiz. Bitta like bosib qo'ying endi. Tepa qismiga mana rishotkalardan foydalanganmiz. Bu rishotkalarga paxosh qilgan holatda porchkalarni ham qo'yganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Darvozamizni guliga ikkalasi paxosh bo'lib, uyimizni dizaynini juda ochgan. Endi kichkina kalitkasini obzor qilib beraylik. Ko'rib turibsiz, mana kichkina kalitkamiz ham 1.10 eniga 2 yillik bo'yiga bo'lgan. Bu ham shumkali 3 litrli bo'lgan, sifatli zamoylarni qo'yib berganmiz. Zamoylarimiz ham juda yaxshi ishlaydi. Ko'rib turganingizdek. Zamoylarimizdan muammo yo'q, garantiyasini beriladi. Issiq oqibati mana sovuq suv ichganman, qiynalayapmiz tomon. Ovozga e'tibor bermaysizlar. Darvozamiz orqa tomonini ham ko'rsatib o'taylik. Mana darvozamizning orqa ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Tekis ko'rinishda. Katta darvozamiz orqasi. Xudoybekda qochib turing. Ishlamay charchamay. Darvozamiz orqa ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Bu ham tekis holatda qilib berilgan. Xohlovchilarga oldi orqasini ham bir xil qilib berishimiz mumkin. Pulini kelishilsa bo'ldi. Poklardan foydalanganmiz. Yengil ochilib yopiladi. Bitta qo'lda ko'rib turibsiz. Tashqariga ochiladi, boya aytib o'tganimdek. Okalar, darvozani ko'ryapsizlar, sifatini juda sifatli chiqqan. Kimga shuni singani premium segmentdagi darvozalar kerak bo'lsa, bemalol Jobirxon darvozalariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Har qanday temir ishlarni maslahatlashib, go'zal narxlarda qilib beramiz. Jobirxon kanaliga podpiska bosib qo'ying, like bosib qo'ying. Xursand bo'lib qolamiz. Qachondir bizga ishingiz tushsa, xursand bo'lib borib bitirib beramiz kelishilgan narxlarda.